Bunaqa lokatsiyadan, bunaqa kvartira har birimizning orzuyimiz aniq. Biz hozir Mirzo Ulug'bek va Gagarina chorrahasi yonida joylashgan 8 qavatli yangi novostroykada turibmiz. Uyimiz 3 xonali. Biz bo'lsa obzorni kuzatuvchilarimiz uchun har doimgidek podyezd eshigidan boshlab ko'rsatamiz. Keling operator. Podyezddan kirib kelish eshigimiz bo'ladi. Yevromontajlari qilingan, chiroyli garderobli zonalar qo'yib o'tilgan. Bu tomonda zerkalli zona qilib o'tilgan. Uyimiz egalari juda ham estetik odamlar bo'lgani uchun chiroyli dekorativlarga ham e'tibor berishgan. O'ng qo'limizda uyimizning sanuzeli joylashgan. Umumiy sanuzel dizaynerskiy emulsiyalarda remont qilib o'tilgan uyimiz. Zona xraneniyalari ham juda ham ko'p. TV zonasini ko'ring. TV zonasiga gap bo'lishi mumkin emas. Va bu uyimizning gostinniy xonasi hisoblanadi. Juda ham kattagina gostinniy xona. Xohishlaringizga qarab stol qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Gostinniy xonamiz o'zining konditsioneri bilan birga. Birinchi eshigimiz ortida uyimizni взрослый spalnyasi kutib oladi. Kattagina взрослый spalnya o'zining garderobli shkaflari bilan birga sifatli mexki mebellar qo'yib o'tilgan. Va bu tomonda yashil va seri rangdan kombinatsiya qilingan ayollarimiz uchun oshxona qilib o'tilgan, juda ham chiroyli krashinli MDF mebellarda Immer texnikalari ishlatilgan uyimizda sizgacha zona ham qo'yib o'tilgan, obedniy zonalari, ya'ni va keyingi eshigimiz ortida bo'lsa, uyimizda детский spalnyasi joylashgan. O'zining televizorchasi bilan birga, o'zining garderobli shkaflari bilan birga. Uyimiz 68 kvadrat metrdan tashkil topgan. 8 qavatli novostroykaning 3-qavatida turibmiz hozir. Uyimiz 3 xonali. 1 milliard 122 million narxi. Sizlar uchun yana ham savdo qilib olib beramiz. Shunaqa sifatli uylar har bittamizga nasib qilishini tilab qolamiz.